Ko'rsatuvimiz davom etadi aziz muxlislar. Barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Xabaringiz bor, so'nggi yillarda turkiy xalqlar hayotida yangi sahifalar ochilmoqda. Jumladan, turkiy tilli davlatlar tashkilotining tuzilishi. Xalqaro anjumanlarga O'zbekistonning bir necha bor mezbonlik qilganidan yaxshi xabardorsiz. Qolaversa, mushtarak aloqalar bugun nafaqat siyosat, iqtisodiyot, madaniyat, balki yoshlar masalalarida ham o'z ifodasini topmoqda. Bu bejiz emas, zero hayotimizda turkiylarni bir-biriga bog'lab turadigan omillar borki, bu shubhasiz do'stlik va hamjihatlikka xizmat qilyapti. Bugun azizlar, sizlar bilan ajoyib bir suhbatni tashkil etishga harakat qilamiz. Suhbatdoshimiz iste'dodli ijrochi, u bir vaqtning o'zida ham o'zbek tilida, ham Ozarbayjon tilida ajoyib bir ijrolarni amalga oshirib, ayni vaqtda O'zbekistonda istiqomat qilib, Farg'onada ta'lim olib, ana shu iste'dodini rivojlantirishga harakat qilyapti. Qisqasi bugungi suhbatimiz yoshlarni ruhlantirishga, siz aziz tomoshabinlarimizni ayniqsa yaxshi taassurotlarga boshlashiga ishonchimiz komil. Qolaversa, bugun ko'rsatuvimizdan ajoyib ijrolar ham o'rin olgan. Albatta, studiyada yolg'iz emasman. Dasturimizning bugungi aziz mehmonini sizlarga tanishtirib o'taman. Xayrli kun dasturining bugungi mehmoni Ozarbayjon Respublikasi farzandi, bugungi kunda Farg'ona shahridagi 9-maktab o'quvchisi, bir nechta xalqaro tanlovlar laureati Mehdi Meiso'g'li. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, Mehdi. Xush ko'rdik. Rahmat, sog' bo'ling. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Farg'onaga xush kelibsiz deymiz. Juda ham xursand bo'ldik Farg'onada Ozarbayjon farzandi tahsil olayotganidan. Albatta ki. Men bütün mehmonlara, qonaqlarımıza salam yollayım. Benim ismim Mehdi Meisoğlu. 16 yaşındayım. Azərbaycandan geldim. Ve 5-6 yaşımdan incəsənətlə, musiqi ilə məşğul oluram. Hazırda indi burada Fərqanə şəhərində təhsil alıram 9 nömrəli məktəbdə. Buradan bütün 9 nömrəli məktəbə salam yollayım mən ustadlarıma, ortaqlarıma. Hazırda da Azərbaycan Özbekistan dostluğuna, incəsənətinə xidmət edirəm. Mehdi, bugün sinfdoshlar bilan, ustozlar bilan munosabat qalay? Zo'r, juda yaxshi. Yaxshimi kayfiyatlar maktabda? Juda yaxshi, rahmat. Endi siz shu kungacha juda ham yoshlik vaqtdan boshqa mamlakatlarga borgan ekansiz. Endi O'zbekiston menimcha birinchisi, lekin o'zbek san'atiga befarq emassiz. O'zi umuman O'zbekiston va Ozarbayjonni bir-biriga bog'lab turadigan nimalar haqida bilasiz? Albatta, Ozarbayjon, O'zbekiston juda yaxshi, yaxın mədəniyyəti, incəsənəti, bir neçə sahələrdə yaxınlığı var. Juda qardaş, dost ölkələr, bir neçə yeməklərində olsun və yaxud musiqilərində olsun, kinolarında olsun, yaxın, juda yaxın. Qolaversa, bugun siyosatda mana do'stlashib boryapmiz va mana siz Ozarbayjoncha, men o'zbekcha gapiryapman, bir-birimizga tarjimon kerak emas. Kerak emas, albatta, yaxın tillarda. Albatta. Endi mana Ozarbayjon haqida gap ketganda, o'zbeklar ham juda xursand bo'lib gapirishadi, ayniqsa filmlari, san'at borasida. Ozarbayjonni mana mug'om qo'shiqlari, Qaynona, Ozarbayjon film, mana shu Arshimon Ozarbayjon filmlari juda ham mashhur. Qo'shiqlari ham mashhur. Endi menimcha o'zbek san'atini ham Ozarbayjonda shunday qabul qilishadi, yaxshi ko'rishadi. Albatta, to'g'ri. Siz ham tinglab kelasiz, demak, o'zbek qo'shiqlarini. Ha, men artıq O'zbekistanı bir neçə ildir tanımam, öyrənəmən O'zbekistan mədəniyyətini, hətta kinolarını, qoşuqçularını juda yaxşı yaxından öyrənəmən, görəmən. Məsəl üçün Şirəli Corayev olsun, Nəsibə Abdullayeva, Batir Kadırov, Daniyar Qayıpov, bir çox ustadlar var ki. Nimaları sizga yoqadi ko'proq o'zbek ohanglarini? Ko'pi yoqadi. Çoxsa yoqadi menda. Endi mana juda ham kichiklikdan san'atga befarq emassiz. Shu haqida bilishni istardik. Ijrolaringiz haqida. Kim sabab bo'lgan mana shu san'atni tanlashingizga? Mən təkrar aytamam ki, 5-6 yaşımdan bu sənətdə varam. Dədəmə, atama rəhmət ki, məni bu sənətə yönləndirdi. Bir neçə Azərbaycanda ustadlardan dərs aldım. Elə Azərbaycan və Özbekistanın xalq artisti Gülyana xanım Məmmədovaya buradan başda olmaqla ona təşəkkür edirəm, salamlayıram. Bir neçə ustadlarıma burada təşəkkür edirəm.
Azərbaycanda 5 illik musiqi məktəbini bitirdim diplomla. Hazırda da indi 11-i Fərqanədə bitirəndən sonra Özbəkistanda musiqi sənətini davam etdirəm inşallah. Nima uchun mana maktabni bitiryapsiz? Kelgusi rejalarim demak O'zbekistonda universitetda tahsil olish. O'zbekistonni tanlashingizga sabab nima bo'ldi? Bu oilaviy tanlovmi? Həm oilavi, həm özüm juda yaxından gördüm, sevdim Özbəkistanı. Özbəkistan xalqını juda yaxşı görəmən. Atam da belə məsləhət gördü. İnşallah yaxşı olar, inşallah. Farg'ona nimalari bilan yoqdi sizga? Toshkentdan ko'ra aytaylik, mana farqli jihatlari bormi? Toshkent də gözəl. Farg'ona yaşıllıq hər tərəf. Juda yaxşı, havası juda təmiz. Dağı, təpəsi, sakit şəhər. Sakit. Toshkentda ham yashagansiz, endi poytaxtda sal gavjumroq bo'ladi doimo. Bu yerda endi maktabdagi o'qishlardan ko'ngil to'layaptimi? Mana o'zlashtirish, har holda endi o'zbek tilida birdan dars mashg'ulotlariga kirishish oson emas. Ha, birdən-birə bəli. Amma öyrənəmən inşallah bir neçə aydan sonra təmiz o'zbekcha gapiraman inşallah. O'zi hozir ham yomon emas. Mehdi, bugun ko'rsatuvimizda biz Ozarbayjon va O'zbekiston do'stligi haqida ko'p bor gaplashmoqchimiz. Yaqindagina mana Ozarbayjonning Fuzuli shahrida yoshlar forumi bo'lib o'tdi. O'zbekistondan ham bu yerda delegatsiya ishtirok etgan va bizni hamkasbimiz jurnalist Jahongir Sobirov ham ishtirok etganlar. Hozir ana shu lavhani birga tomosha qilsak, suhbatimizni davom ettirsak. Demak, azizlar, Ozarbayjondan tayyorlangan maxsus lavha bor, birgalikda kuzatamiz. Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi 2-yoshlar forumi doirasida Fuzuli shahriga tashrif buyurgan o'zbekistonlik yoshlar bu yerdagi ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Fuzuli shahridagi yangi ijtimoiy loyihalardan biri O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan qurilgan Mirzo Ulug'bek nomidagi zamonaviy maktabdir. Ushbu maktab Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy va ta'lim aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadam bo'lib, aholining ijtimoiy holatini yaxshilash va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Maktabni ko'zdan kechirgan hamyurtlarimizga ushbu zamonaviy ta'lim dargohining ahamiyati va uning ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarga qo'shayotgan hissasi yaqqol namoyon bo'ldi. Shu munosabat bilan O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash hamda madaniy birlikni qo'llab-quvvatlashga oid alohida e'tiroflar bildirildi. Sharoitlar juda a'lo darajada zo'r qilingan. Bizda O'zbekistondagi prezident maktabi bilan birga bir taqqoslasak bo'ladi. Hamma sharoitlar bor va biz o'tgan kuni kecha Ozarbayjon va O'zbekiston yoshlar forumining 2-forumida faol ishtirok etdik va bugungi kunda Fuzuli shahridagi shu maktabga tashrif buyurdik. Taassurotlar zo'r, biz delegatsiyamiz bilan xursandmiz, mamnunmiz. Fuzuli shubhasiz Ozarbayjonning muhim shaharlaridan biridir. Uning yangi rivoji, infratuzilma va iqtisodiyot sohasidagi islohotlar shunchaki shaharning iqtisodiy faolligini oshirish bilan cheklanmaydi, balki Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Forum doirasida ikki mamlakat yoshlari bilan uchrashuvlar tashkil etildi va unda yurtimizda yoshlarga yaratilgan sharoitga, ayniqsa har bir mahallada yoshlar yetakchisi lavozimi joriy etilganiga alohida e'tibor qaratildi. Bu tashabbus qardosh mamlakat yoshlari tomonidan yuqori baholandi. 5 kun davomida ko'p joylarga bordik, yoshlar markazi, tarixiy joylar, maktab va universitetlarda bo'ldik. Ozarbayjonlik tengdoshlarimiz bilan suhbatlashganda O'zbekistonda yoshlar yetakchisi lavozimi va bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida gapirib berganimda, ular bu tizimda e'tibor va imkoniyatlarni yuksak baholashdi. Bu tashabbus yosh avlodga ilm va tarbiya berish orqali kelajak poydevorini mustahkamlash, buning orqali ikki xalqning ma'naviy yaqinligini yanada kuchaytirish yo'lidagi yuksak ehtiromdir. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi yoshlarga oid dasturlar va loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda tajriba almashish, samarali mexanizmlarni aniqlash va kelajakdagi hamkorlik uchun barqaror asos yaratishdir. Shuningdek, tadbir yoshlar o'rtasida innovatsion g'oyalar va loyihalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ularning ijodiy va ishlab chiqarish qobiliyatlarini rag'batlantiradi. Shu orqali ahamiyatli ijtimoiy o'zgarishlarga erishishga ko'maklashadi.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Lavhani tomosha qildik. Minnatdorchilik bildiramiz. Ijodkorlarimizga eslatib o'tamiz, studiyamizning bugungi aziz mehmoni yosh ijrochi, Ozarbayjon Respublikasi farzandi Mehdi Mais o'g'li. Yana bir bor xush kelibsiz. Mehdi, bugun O'zbekistonda ham, yana boshqa bir davlatlarda ham mana san'at rivojlanib, ko'proq mana yoshlar estrada, rap yoki yana shunaqa bir yangi zamonaviy uslublarni tanlashga qiziqishadi-da. Ozarbayjonda san'atni qaysi turi ko'proq ommalashgan? Siz uchun qaysi biri yaqin? Mug'ommi yoki estrada? Benim tahsilim 5 yil muğam üzrə oldu. Amma estrada, vokal, pop musiqalarında da okeyman. Qo'shiq saytaman. Hammasini ijro qila olasiz. Sevaman. Mana mug'om xuddi o'zbeklarning maqomi kabi qadimiy bir-biriga o'xshash. To'g'ri. Ozarbayjon mug'omi nimalari bilan dunyoga mashhur? Bir çox Azərbaycan əsas 7 muğam var. Məsələn, onlardan məşhurları Bayat-ı Şiraz, bir neçə zərf muğamları var, Arazbari, Heyratı muğamı və s. kimi bir çox məşhur muğamları var. Və ular juda uzoq tarixga ega. Əlbəttə, çox asan emas. Çox juda biraz çətin qoşuq. Lekin mana shularni mana 5 yil sabr bilan o'rgandingiz. Qaysi ustozlaringizni mehnati ko'proq mana shu san'atni yaxshi egallashingizda? Azərbaycanda Respublikanın əməkdar artisti Babək Neftəliyev ən birinci ustadım oldu. Sonra Anar Məmmədov, Qasım müəllim Hüseynov, Gülyana xanım Məmmədova, Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti, Şərafət Əzizova, Aytən Məhərrəmova, Asif müəllim İsaoğlu, 5-6 ustalardan hərəsindən az dərs aldım, öyrənəm. Hammasi asqotyapti. Va bugun adashmasam 10 ga yaqin mamlakatlarda xalqaro ko'rik tanlovlarda qatnashdingiz. Bular haqida ham ayta olasizmi? Qaysi mamlakat? Juda yoshligingizda mana xorijni kezgan ekansiz. Bəli, bir Türkiyədə oldum 3 dəfə festivallarda, konsertlərdə, sonra Gürcüstanda oldum, İraqda, orada festivallarda, konsertlərdə oldum, Qazaxstanda, Rusiyada həm yaşadım, həm orada da konsertlərdə oldum və O'zbekistanda axırıncı hazır burada yaşayıram. Hozir ham tanlovlarga harakat ketyaptimi? Yangi ijrolar, yangi qo'shiqlar. Çalışamiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Endi bugun sizni rosa maqtayapmiz. Tomoshabinlarimizga albatta quruq kelmagansiz studiyamizga. Azizlar, Mehdini repertuarida ham o'zbekcha, ham ozarbayjoncha ijrolar bor. Bugun bizga qaysi qo'shiqni hozir bir taqdim etasiz? Ustad Fərrux Zakirovun repertuarından Yalla Yalla O'zbekiston vətənin qo'shig'ini aytaman. Demak, Yalla ansambli Farruh Zokirovning eng mashhur bizga yaqin bo'lgan qo'shig'ini o'zbek tilida ijro qilib beradi Mehdi. Tinglaymiz-a bo'lmasa? Albatta. Marhamat. O'zbekiston vatanim, bog' bahorim chamanim, yurt yagona qalb tanho, elga fido jatanim, ichimi qaynab quchog'ing, ko'ziga surtib tuprog'ing, hurli qo'shig'in kuylab, o'taman yurt bayrog'ing, yalla 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 tarona manallama, yalla 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 yurt ishqida yanoman, yalla 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 tarona manallama, yalla 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 yurt ishqida yonaman. Onam balamını değdi
felaketden küyleymen Akıbetin oylayman Muhabbetsiz hayat yok sadaketten söyleymen Yelle 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 teranemen elleme Yelle 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 yurt işkide yanamen Yelle 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 teranemen elleme Yelle 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 yurt işkide yanamen Yelle 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 teranemen elleme Yelle 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 yurt işkide yanamen Yelle 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 teranemen elleme Yelle 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 yurt işkide yanamen Ajoyib ijroni tingladingiz azizlar, o'ylaymizki kayfiyatingiz yaxshi bo'ldi, chunki qo'shiq doim bizga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Shuning uchun ham xayrli kun dam olish dasturida qo'shiqlarga keng o'rin ajratganmiz. Suhbatimiz esa davom etadi. Yoqimli ijroni Mehdi Mayusog'li bizni bugungi suhbatdoshimiz ijrosida tingladingiz. Mehdi, o'ylaymanki xayrli kun dasturiga kelib kayfiyatingiz ko'tarildi. Endi bu televideniyadagi birinchi ishtirokingiz emas. O'zbekistonning boshqa telekanallarida ham ishtirok etgansiz. Azərbaycanda da bir neçə efirlərdə bulundum. Toshkentdə Mədəniyyət Mərifət, Mahalla TV, Sevimli TV, bir neçə Özbekistan birinci kanalı, bir neçə kanallarda bulundum. U yerlarda ham ijrolar bo'ldi demak. Albatta. Qanday kutib olishdi Toshkentda ijrolarni? Olqishlar bo'ldimi, qo'shiqlaringizni qanday qabul qilishdi? Albatta, juda yaxshi qarşıladılar, juda yaxshi sevdilər. Hətta bəzən şəhərdə yürüyəndə bəzi insanlar dedi, bu Azərbaycandan kelən mehman, Mehdi. Darrov tanishdi sizda. Demak, mashhur bo'lishga ham ulgurdingiz O'zbekistonda. Bəli, to'g'ri. Endi Mehdi, bugun san'atdan tashqari ham qiziqishlar bormi? Mana bugun deyarli 3 ta tilda yaxshi gaplasha olasiz. O'zbek tilida, rus tilida. Endi fanlardan ham, boshqa fanlardan ham qiziqishlar bormi? Mən to'g'risini aytaman ki, biraz mən 5-ci sinifə qədər juda zor oxuyaqdım, əl açıb oldum. Ondan sonra 6-cı, 7-ci, 8-ci sinifdə koronavirus, sonra biraz tədbirlər üzülüşlər oldu. Amma bu sonuncu 11-ci ildə juda yaxşı repetisiya, diqqət elədim ki, inşallah konservatoriyaya daxil ola bilir. Mana o'quv yilini deyarli bir chorak o'tdi, darrov tugaydi. Demak, siz bitiruvchisiz. Demak, oliy ta'limga ham tayyorlanish kerak. Albatta, san'at yo'nalishida bo'lsa ham tahsil yo'nalishi. Imtihonlar jiddiy. Tayyorgarlik ketyaptimi bunga ham? Ha. Hozircha konservatoriya demak rejada bor. İnşallah fikirdə var. Nəsib öyrənməsi, Allah qoysa. Qaysi yo'nalishda davom ettirmoqchisiz endi? Maqommi yana? Onu da görəmiz, yəqin ki, elə muqam və yaxud vokal üzrə bo'lsin. Görəmiz inşallah. Mehdi, mana yaxshi san'atkor bo'lish uchun ijrochi qanaqa bir fazilatlarga ega bo'lish kerak? Mana xalqaro tanlovlarda qatnashgansiz, bu yerda fikrlar aytiladi ijroingizga. Yaxshi ijrochi bo'lish uchun nimalarni ko'proq bilish kerak-da san'atkor? İnsan gərək öz üzərində juda yaxşı köp işləsin. Birinci dədəsinin, atasının sözünə baxsın. O əlbəttə ki, Allaha yaxın olsun və öz üzərində daima işləsin. Nəticə bulardır. Böyle düşünürəm. Ko'proq mehnat qilish kerak. Albatta. Mana suhbatimiz boshlanganda ham otangiz haqida alohida aytdingiz. Oilada san'atga munosabat qanday? Menimcha sizni doim qo'llab-quvvatlab turishadi, chunki mamnuniyat bilan gapiryapsiz. Hə, ailədə var, kanda var bizdə. Atamın da öz səsi var, amma o özü aytmadı. Davam etdirmədi. Sonra atamın əkəsində oldu, atamın dayısında bu var. Məşhur sənətkar oldu Azərbaycanda. Yəni ailədə, kanda var, nəsildə var. Ana ular ijrolaringizdan ko'ngillari to'ladimi? Juda zo'r. Yoki tanqid qilib turishadimi? Yo'q, sevidlar. Maqtashadi ko'proq. Qoyil. Endi boya mana o'zbekcha qo'shiq eshitdik. Endi
bir jonli ijroda ham bizga bir Albatta. taqdim eta olasizmi? Xohlasangiz ozarbayjoncha, xohlasangiz o'zbek tilida. Ustad Shirali Jo'rayevdan Bandaman qo'shig'ini biroz aytaman. Ijro, marhamat. Ay yüzünge can bile ta bendemen, mehri refşendil bikin ta bendemen, mehri refşendil bikin ta bendemen. Kürgeli yüzün gülistanın küzü, zevk birle gül bikin pur xendemen, zevk birle gül bikin pur xendemen. Pay bu sendes bir gelimine, taptım ey can devleti payendeme. Hey, hey, hey. Canlı verdim bir yola, yol ilk demen. İşkin ile ta kıyametsin demen, İşkin ile ta kıyametsin demen. Canlı verdim bir yola, yol ilk demen. İşkin ile ta kıyametsin demen, İşkin ile ta kıyametsin demen. G'oya, tashakkur. Rahmat. Hozir eshityapman. Ozarbayjon musiqalarini xarizmasi ham quloqimga chalingandek bo'ldi. Juda ham go'zal. Mana shu Sherali Jo'rayevdek yuksak iste'dodga ega bo'lishingizni juda ham xohlardik. İnşallah. O'ylaymanki, bu Sherali Jo'rayev kabi san'atkorlar nomi nafaqat O'zbekiston, mana shu Turkiya olamida ham, dunyoda juda mashhur. Albatta, to'g'ri. Mana o'zlari endi bugun oramizda yo'q, lekin qo'shiqlari yashashda Allah davom rahmat etyapti. eylesin. Shu jumladan mana O'zbekistonda bugun Zaynab xonlar va mashhur Ozarbayjon san'atkorini ham sevib haligacha tinglaymiz. Boya aytgandek, filmlarini, ayniqsa Arshimollon filmi mana qo'shiqlar bilan go'zal asarda bu. Var. Shunday. Menimcha mana shu filmlar ham, qo'shiqlar ham nazarimda Mehdi ikkala xalqni do'stligini, ikkala xalqni ko'proq yaqinlashtiradi. Do'stligini Albatta. mustahkamlaydi menimcha. Ben de öyle düşünüyorum Shunday ki fikrdaşsiz. her taraflı yakın. Aha. Endi bugun bir muhim tadbir arafasida turibmiz, Mehdi. Bu ikkimiz uchun ham muhim, chunki bu haqda so'zlashmasak bo'lmaydi. Chunki 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun. Qarangki, Ozarbayjon Respublikasi davlat bayrog'i 9-noyabrda bir Yaqin. yilda qabul qilingan. Hatto bir bir oyda, bir oyda, 9 kun farqi bor. 9 gün. Bayroq haqida nima deya olasiz? Mana bir qaraganda ikkala mamlakat bayrog'ida o'xshash jihatlar ko'p-da. Ben sözlerimi şiirle bir kuple She'r şiirle tayyorlab aytaman. kelgansiz. Marhamat. Kökte hılpırar məğrur Özbekistan bayrağı, dillərgə salar qurur Özbekistan bayrağı. Öz bayrağım, dev xalqım, dildə qılar iftixar, ondaki hər birinin rəğni öz mənası, rəmzi var. Yashang. Qo'y, juda ham bir yoqimli she'r. O'zi mana bayroqqa qaraganingizda nimani his qilasiz, masalan, Ozarbayjon bayrog'ini ko'rganda-da? Azərbaycan, Özbekistan bayraqları həm yaxın, birinci mavi, Özbekistan bayrağı mavi, ağ, yeşil. Azərbaycanda mavi, kırmızı, yaşıl, yaxın. Oy va yulduz. Ay unda və ham yulduz bor. o da yaxın. Bizdə bitdə orada köp. Mana xorijga borasiz, kichkina bayroqcha olib ketasizmi Ozarbayjon bayrog'ini? Biror xorijga borganingizda? Əlbəttə ki, hər tərəfdə Azərbaycan bayrağını yelləmən və indi hazırda Özbekistanda yaşadığım üçün Azərbaycan, Özbekistan birgə inşallah bayraqları. Ozarbayjonni ham eslatadimi bayroqqa qaraganingizda O'zbekiston bayrog'i? Bəli. Mana bu yil ham Farg'onada juda katta bayramlar o'tadi har yili. 18-noyabr kuni. Nasib etsa birinchi bor mana ishtirok etasiz mana shu tadbirlarda. Əlbəttə ki, inşallah. Azərbaycan, Özbekistan dostluğu son zamanlar juda yaxşı. Azərbaycan, Özbekistan Respublikasının prezidenti Şəfqət Mirzayev bir neçə dəfə Azərbaycanda oldu, vardı. Gördük. Qarabağda, Füzuli şəhərində oldu. Sonra Özbekistanın köməyi ilə, dəstəyi ilə orada məktəb tikilədi Füzulidə. O məlumatım var.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bir neçə dəfə burada Daşkentdə, Özbəkistanda oldu. Hətta Heydər Əliyev adına Daşkentdə parkda oldum mən. Orada da güdə yaxşı. Yəni yaxın əlaqələri var. Şimdi bugün Toshkentda Ozarbayjon Milliy Madaniy Mərkəzi Markazi var. faoliyat ko'rsatadi. U yerda deyarli o'zbekchada suhbatlashishadi agar ularni suhbatga tortsangiz. Ha, orada da bir neçə tədbirlərdə İştirak etkənsiz. Oldu. Çaya dönür bulaqlar, birlikdədir güc deyə. İki dost, iki qardaş yol gedir gələcəyə. Doğma, yadın bilinər, yaxşı gündə, dar gündə. Bakı salam söyləyir, Türk elinə, Daşkəndə. Bütün aləm bir olsa, ayrılmaz könül candan. Şövkətli Özbəkistan, ilhamlı Azərbaycan. Şövkətli Özbəkistan, ilhamlı Azərbaycan. Qoyil hamma fikrlarimizni juda go'zal she'rga jamladingiz. Rahmat aytamiz haqiqatdan. Mana adabiyotda, musiqada, qolaversa mana ta'limda maktab qurilgani haqida aytdingiz. Bu do'stlik rivojlanyapti. Endi yana ham bu mustahkamlash menimcha Mehdi mana shu Ozarbayjon yoshlariga va O'zbekiston yoshlariga bog'liq mana shu do'stlikni saqlab qolish. Mən yaşda olan gənclərə məsləhət görürəm ki, Azərbaycan, Özbəkistan dostluğunu daima davam etdirsinlər. Özbəkistan ədəbiyyatını, incəsənətini daim maraqlansınlar. Çünki güdəyəm köp mədəniyyəti, güdəyəm zəngindir. Özbəkistanın Azərbaycanla yaxın. Məsləhət görəmən ki, inşallah köp öyrənsinlər. Albatta. Bugun Mehdi suhbatimizda o'zbekcha qo'shiq kuyladingiz, o'zbekcha she'r aytdingiz, ozarbayjoncha she'r ham aytdingiz bizni xursand qilib. Mana endi ozarbayjoncha qo'shiq ham bo'lishi kerak. Menimcha tayyorlab kelgansiz. Xayrli kun dasturga. Albatta. Tinglay bo'lmasa muxlislarga boshqaga aytaylik. Ayting. Bo'lmasa muxlislarga taqdim etsak, menimcha ularning ham kayfiyatini ko'taramiz. Albatta. Ayting. Demak, azizlar, suhbatdoshimiz ijrosida ozarbayjoncha go'zal taronani birgalikda tinglaymiz. Dumalı dağların başında durdum. Dumanla özüme bir xeymə qurdum. Dumalı dağların başında durdum. Dumanla özüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başında duman göründü. Duman göründü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başında duman göründü. Duman göründü. Xəzər dənizi tək eşqimlə coşdum. Hülyalar içində sanki bir uçdum. Xəzər dənizi tək eşqimlə coşdum. Hülyalar içində sanki bir uçdum. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar qarşımda dastana döndü. Dastana döndü. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar qarşımda dastana döndü. Dastana döndü. Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə şövqümü artırdı şeirə, qəzələ. Könül
Gözler cəlb edən bu xoş mənzərə Şövqümü artırdı şeirə qəzələ Çapdıqca vətəni elim nəzərə Təbiyyətdə mənə heyran göründü Heyran göründü Çapdıqca vətənim elim nəzərə Təbiyyətdə mənə heyran göründü Heyran göründü Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır İnsan üçün aləzar vətən yaxşıdır Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır İnsan üçün aləzar vətən yaxşıdır Şair sorma nədən vətən yaxşıdır Adı gələcək könlüm xəndan göründü Xəndan göründü Şair sorma nədən vətən yaxşıdır Adı gələcək könlüm xəndan göründü Xəndan göründü Xudayar qardaşım qəhrəman oldun Adında özündə dastana döndü Dastana döndü Xudayar qardaşım qəhrəman oldun Adında özündə dastana döndü Dastana döndü ijrolar uchun rahmat. Mehdi, juda ham xursand bo'ldik. Sizga rahmat. Endi sizga bir topshiriq bor. Kichik topshiriq. Mana bu Farg'ona telekanalining kitobi. Bu kitob oddiy kitob emas. Bu kitobda taniqli san'atkorlar, olimpiada chempionlarini tilaklari, dastxatlari bor. Bu gal mana sizga o'xshagan iqtidorli yoshlarimiz kelsa, mana shu kitobdan albatta yangi bir sahifasini ochamizki, ularda ham mana shu esdaliklari shu kitobda qolsin deb. Biz iltimos qilardik, mana shu o'zingizning tilaklaringiz, mana shu ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringizni mana shu kitobda yozib qoldirishingizni. Xo'p, marhamat. Rahmat. Bugun juda ham xursand bo'ldik, Mehdi, chunki bizga turkiy mehmonlar ko'p mehmon bo'lgan Xayrli kun dasturida. Lekin bugungi suhbatimiz sizga o'xshagan yosh, iste'dodli ijrochilar bilan suhbatlashish bizga boshqacha bir ilhom beradi. Menimcha muxlislarimiz ham xuddi shunday fikrda. Albatta. Go'zal ijrolarga ko'z tegmasin, ana shu iste'dodingiz yuqori bo'lsin va o'zingiz aytdingiz ko'proq mehnat qilish kerak deb, ana shu mehnatdan to'xtamang. A'lo baholarga maktabni yakunlab, mana shu oliygohda talaba bo'lishingizga tilakdoshmiz. Bizni tomosha qilayotgan farg'onaliklarga, muxlislarimizga tilaklaringiz bo'lsa, aytib o'tishingiz mumkin. Har birinizə bütün Fərqanə aholisindən təşəkkür bildirəmən. İnşallah katta rahmat. Sağ olun. Salomat bo'ling. Farg'onaga yana bir bor xush kelibsiz. Hozircha o'zbekistonliksiz. Bundan juda ham xursandmiz. Mana shu yana ham katta yutuqlarni qo'lga kiritganingizda albatta Xayrli kun dasturida yana suhbatlashamiz degan umiddamiz. Albatta, inshaalloh. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz Xayrli kun dasturiga. Sağ olun. Azizlar, suhbatimiz shu yerda yakuniga yetadi. Bugungi go'zal ijrolarimizni muallifi, dasturimizning aziz mehmoni, bir qator xalqaro tanlovlar g'olibi, Ozarbayjon farzandi, Farg'ona shahridagi 9-maktab bitiruvchisi Mehdi Maisog'li ko'rsatuvimizning aziz mehmoni bo'ldi.